bölüm 20. kısım. Soğuk Bilezük. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tövende İslam çakarları korup isteyarlıgan hicret tarihlerden Soğuk Bilezük namlıq eserini anlatışını başlayınız. Her bir rayonun türmü başlığı bulup, cemi 30 kişiden terkip tapkan bir grup kişiler bizden ahvalımızı qarab, bir nimelerini deyişip yenimizden ketip kaldı. Bir azdan keyin bizni ikinci qavatga elib chiqdi. Ondan aramızdan 3 kişiden zincirini elib o'tadiganligini, yani 2 kişiden bir aydan keyin elib o'tildiganligini aytdi. Keyin biz pastga inib tushganda ikinci rayondagi 5 qarindishimizning hammasidan zincirini elib etdi. Biz o'z kamerimizga qaytib keldik. Putimizdagi zincirini elib etganlikdan shundoq yengillik his qildik. Hatto yeniklab puchayotgandek bu bir cho'ng zulmdan qutulish edi. Lekin bu necis kapırlar nimini maksat kıldı, iki qarindishimizning zincirini elib etmedi. Biz birinci jazo rayonida 2 aydan ko'proq turgandan keyin ikkinchi jazo rayoniga yo'tkab bir odamni biridan kamerga bo'lib 5 kishini 5 kamerga solab qo'ydi. Ramazonga oz qolganda biz tarjimon orqali 5 rayonning boshlig'iga 5 kishini bir kamerga akirib qo'yishni aytgan edik. Keyinroq ma'qul bo'lib 5imizni bir kamerga akirib qo'ydi. Ve ikinci rayonga bölüngen 5 qarindishimizni 10 qarindosh 2 kameraga 5'ten bölünüp cem bulduk. Bu kamerning kengligi 2 metr atrofida, uzunluğu 3 metr bo'lib, 1 metrda bir o'birnisi ve yuyinish ko'lchiki bor edi. Bu bir ay Ramazonda 5 odam bu kichik kamerada turib nihoyat qiyinchilikda o'tkazdik. Ramazon chiqib ketgandan keyin hammamizni birdan ayrim kameraga yo'tkazdi. Yolg'iz turish to'lim qiyin ve azobli ekan. Hatta öz-özünüzge sözleydiğen bulup kaldı ekansiz. Bularni ben sözlesem-mo, yalğız durup bakmaganlar tasavvur kılanmaydı. Yaşap bakmagan hayat üstüde sözleş her kimge asındır. Biz bu ikinci jazo rayonida 4 ay turgandan keyin bu jazo rayonidan qutuldigan vaqtimiz kelgan bo'lsa kerak. Biz 5 kishini ve heliqi 5 qarindishimiz bo'lib 10 kishini 3-chi jazo rayoniga yo'tkidi. Men sizga bu rayonlardan xabar beray. Bu jazo rayonlarining cho'ng kichikligi o'xshash. Lekin farq shuki, birinchi jazo rayonida putqi zanjir silib 3 ay sirtqa chiqarmaydi. Ikkinchi jazo rayonidagi ba'zi kishilarda zanjir bor, yolg'iz kishilik kamerada turdi. Haftada bir qitim kamer oldidagi shamoldash rayoni deb atalgan o'ringa chiqish va 2-3 soat shu yerda turish. Haftada 3-4 qitim bir yoki 15 kun atrofida bek issiq bo'lgan vaqtda cho'ng maydonga chiqib, shularning mashq deb ataydigan harakatlarini qilish. 3-chi jazo rayoni bo'lsa 5 odam bir kamerada turish, tushlik tomoqdan keyin kechlik tomoq vaqtigacha 5-6 soat koridorda turish va televizor ko'rish qatorliqlar. 4-chi normal kamer bo'lsa, etigan soat 6da sirtqa chiqib, kech soat 3da kameraga kirdi. Shundaqla sirtdagi vaqtda erkin faoliyat qila oladi va do'kondan narsa kerak setib ola oladi. Agar pulingiz bo'lsa, bu kamerada televizor bor bo'lib, xohlagan kanalni ochib ko'ra oladi. Biz 3-chi jazo rayoniga yo'tkilib, 2 ay atrofida bo'lganda bir kuni 5-chi rayon boshlig'i son olg'ili kepti. Bu rayonda har kuni shu rayonning boshlig'i son oladi. Biz sanash jarayonida sondan ezib ketdik. Bizni qayta sanashga buyurdi. Ba'zimiz yerlik tilda, yana ba'zimiz inglizcha sanabdimiz. Bunu anglagan boshliq kafir ochiqlab tarjimon chaqirib kepti. Bizga senlar meni masxir qilishdan deb bir nimalarni deb qayib ketdi. Biz masxir qilmadik degan bo'lsak-mo, bizga qat'iy ishonmadi. Bizni yana 2-chi jazo rayoniga yo'tkab, bir odamni bir kameraga solab 5imizni ayirib etdi va bizga atidan boshlab cho'ng maydonga chiqib harakat qil deb qo'yib ketdi. Biz soat 10 atrofida cho'ng maydonga chiqdik. Bu vaqtda biz uzun vaqt jazo kamerada turg'achqa tomoq nihoyat oz va yotoqda kun nur ko'rmay, xuddi Afrikaning odamlaridek bir tira bir ustixon bo'lib qoldik. Hozirgi holimizmo 5 minut o'ri turolmaydigan holatda edi. Hatto bugun Qurbon hayit kuni edi. Hamma musulmon xushal bo'ladigan kun edi. Ammo biz jazoning ustiga yana jazolanish ichida qattiq issiq bo'lishini kutib o'tdik. Havo bargancha isishga boshladi. Shu oraliqda bir kafir bir qach qaramay elib kelib, yuzlarimizga surkashga boshladi. Hatto chiroyimizni qaramay yapdi. Maydon nihoyat qiziq edi. Yuzimizda qiynoq surilgan qaramay, bedenimizni faqat avratni yopqida qisqa ishdan. Tinimiz bo'lsa, alliburun holsizlanib ketgan jon edi. Kafirlar maydonning u beshidan bu beshigacha yumilishimizni buyurdi. Ularning qo'llarida kaltak bor edi.
Biz ahir yumulnib maydonning u beshiga bordik. Biz har bir yumulganda maydonning qiziqi badanni qizartib ko'ydirsa, ushshoq shig'il tosh tikan sanjilgandek sanjilatdi. Yuzimizga surkigan qaramay qattiq qiziganlikdan yuzlarimizning terisini so'yib olgandek bilinadi. Badandan chiqayotgan ter bilan ko'zdan chiqayotgan yosh maydonda iz qoldirib mengayotdi. Allah uchun hijrat qilib ko'rdigan kunimiz mushumu deganda xiyollarni shayton ekelgan bo'lsa-mu, qarindoshlarning sabr qilinglar, Rabbinglar holinglarni yaxshi bilib turdi. Jannat uncha oson erishadigan ne'mat emas. Bu kunlarim o'tib ketdi. Sabr qilinglar. Biz texi ilgirkilarda qiynalmadik. Habab ibn Arad va Bilal ibn Rabahni eslanglar. Ashabul Uhdudni eslanglar. Allah bizni bu imtihonga tanlabdi. Cho'qim sabr qilinglar deb bir-birimizga madad beryotdi. Kafir g'alchilar bizni davomli mashq deb atiladigan harakatlarni qilishga zo'rlaydi. Ikki qarindishimiz har holda salomatligi yaxshi bo'lgach, jafo cheksimi harakatlarni qila oldi. Lekin men birdamdan keyin yetib qoldim. G'alchilar ichish uchun ozroq suv ekilib bergan bo'lsa-mu, kor qilmadi. Turg'udek holim qolmagan edi. G'alchilar o'rningdan tur, mashq qil deb qo'llaridagi kaltaklari bilan oz-to'la hayva qilib turardi. Mening holim yo'q, tura olmayman degan bo'lsam-mu, tur, mashq qil devdi. Undaqda meni o'ltirib dedim. Ular meni yana o'rnimdan turg'izdi. Men o'rnimdan turib, yana yiqilib tushgan bo'lsam-mu, mening bu holimga hech ich og'ritmasdan kunlari bek tushadigan toza oftob yerga ekilib yotqizdi. Badan ko'yib chidig'il bo'lmaydi. Lekin u g'alchilarning majburlashi bilan chidab yotdim. Badandan chiqqan ter bilan simonit ho'l bo'lib, bir oz sovib qolsa, boshqa qiziq yerga yo'tkab qiynashni davom qildi. Ikki kasal qarindishimizmi kun nurida oftob qartib jazolandi. Bu qiynashlar 180 minut o'tgandan keyin tugab, boshqalar bizdan har bir odamni ishkaylan so'rab daraxt soyi bor yerga apardi. Men de mang'udek mag'dur bo'lmag'achga o'ltirdim. Ikki odam kelib qo'ltiqimdan yulab kamerga kirdi. Ikki qarindishim o'zi kirdimi yoki boshqalar akirib qo'ydimi toza esimda yo'q. Atsi yana bizni issiqda sirtqa olib chiqib, rosa qiynab akirib qo'ydi. Bu qiynashlar shunda qilib, biz balkim 20 kunni mushkil jazo bilan jazolanib tugatdik. Keyin biz endi yolg'iz kamerda taxminan 4 oy atrofida turgandan keyin yana 3-jazo rayoniga yo'tkidi. Va bizga yana chatoq chiqarsang, zanjir silib 1-jazo rayoniga yo'tkib o'taman deb qo'rqoq silib qo'yib ketib qoldi. Biz 5 odam bir kamerda xeyli yaxshi turib kelayotgan bo'lib, turmadan chiqib ketadiganga va uy kesilgan vaqt to'shadigan 40 kun qolgan edi. Bu turmadan chiqib ketsam, yana qaysi o'ringa Allohning qaysi sinoqlari meni kutib oladi degan xiyollar bilan o'tayotgan bir vaqtda 5-rayon boshlig'i bizni chaqirib 2 kundan keyin normal yotoqqa yo'tkildiganligimizni va sirtqa chiqib erkin faoliyat qila oladiganligimizni aytdi. Boshqalar bilan urushmay, turma qoidasiga xiloflik qilmay turishimizni topiladi. Keyin biz normal kameraga yo'tkilib sirtqa chiqdik. Har xil faoliyat bilan erkin yurgili 5 kun bo'lganda bizni va boshqa 30 atrofidagi kishilarni ularning turma harakati degan mashqqa soldi. Oldingi qitim bizni solgan mashq emas. Bu faqat bizni jazolash, qiynash edi. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha Allohga omonat.